Universal Texnikalar kanalining hurmatli tomoshabinlari, mana bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani yem markazi Qumariq arzonlashtirilgan yem markazida turibmiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar, yem mahsulotlari, qo'y mol, chorva boqadiganlarga zarur bo'lsa, ekrandagi raqamlarni qo'yamiz, aloqa chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa yetkazib berish xizmati O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari bor ekan. Mana Samarqand kunjaralari, kunjaraning kilosi 7000 so'mdan to'xtayapti, dastlabkasi ichida. Mana o'zini brendiga asosan qoplari ham o'zini upakovkasida qoplarda zavodskiy bo'lib ketyapti. Kunjaramiz ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli ravishda chiqdi. Qopda Samarqand Toyloq Champion zavodidan chiqyapti bu kunjaralar. Kepaylarimiz 62 mingdan boshlab 73 ming so'mgacha, xudo xolasa cheklanmagan miqdorda kunjaramiz ham, kepaylarimiz ham bor. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar, ekranga raqamlarni qo'yamiz. Xudo xolasa yetkazib berish xizmatlari hammasi ichida. Bepul. Mana siluslarimiz bor. Siluslarimiz 13,5 ming so'mdan dastlabkilar ichida juda ham mayin, o'ta ham sifatli, sifatlari a'lo. Kunda qoplaganmiz, kunda olib ketyapti deyapti akalarimiz. Xohlasa ekranga raqamlarga qo'yamiz, aloqaga chiqinglar, videoga bitta like bosib, shu videoni chorvador tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Bu yemxonamiz lokatsiyasi Zarkindan Qumariqqa tushsa katta yo'lda bo'yida, Bag'dan Sharxon o'rmon xo'jaligidan kirib kelishda katta yo'lda bo'yida 10 qo'lda keladi. Xudo xolasa videoga bitta like bosib, shu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yamiz.